Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugün peyshanba. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinglar günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Bugün, yani 27 fevral Uyg'urlarning muhacirat tarixidagi yana bir dahshatga to'lgan zulmatli bir kun bo'ldi. 11 yildan buyon Tayland turmusida tutib turilayotgan ve yangi hayotlik yo'l izlab chet elga qochib chiqishdan boshqa gunohi bo'lmagan bir turkum ma'sum Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilmoqchi bo'lganligiga doir uchurlar chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarni cheksiz andishiga va cho'nqir qayg'uga solgan. Bir qancha kundan buyon muhajiratdagi vafodor qarindoshlarimiz Taylanddagi qarindoshlarimizga Allohdan kech kunduz omonlik tilab, ular bilan birga yetib, birga qopgan edi. Afsuski, Birleşken Milletler Teşkilatı Musafirlar Ali Komissarlığı, Yevropa Birligi, Yevropa Parlamenti, Amerika başçılığındaki köplеген G'arb demokratik ellerinin hökumat ve parlamentlari xalqarалық kishilik huquq teşkilatlarının shuncha kuchlik besimi, agahlandirishi, norozilig'i ve tanbihlarga, shundaqla chet ellardagi butkul Uyg'ur jamoatining intayin qattiq qarshiliklarga qaramasdan Xitoydan erishadigan iqtisodiy manfaatlarni insoniy qadr-qimmatlardan, xalqarалық axloqlar ve aqlli davlat axloqidan ustun ko'rgan Tayland hukumatining 27 fevral kuni Taylanddagi qarindoshlarimizni mustabid Xitoy hokimiyatiga qaytarib berishi, Taylanddagi Uyg'urlarga yaqindan ko'ngil bo'layotgan xalqaro jamoatchilikni dahshatga tushirib qolmasdan, muhajiratdagi Uyg'ur qarindoshlarimizni cheksiz azobga soldi. Albattaki, xalqaro jamoatchilik va muhajiratdagi Uyg'ur tashkilotlari ham Uyg'ur jamoati yillardan buyon Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlarni qutqizib qilish uchun yuksak darajadagi tirishchanlik va fidokorlikni ko'rsatib keldi. Afsuski, yanada manfaat ve pulning kuchi g'olib keldi. Xitoyning Taylandga bergan iqtisodiy manfaatlarini Xitoydanmi oshirib berishga g'arb davlatlarining kuchi yetmagan bir ahvolda mustaqil davlati va hukumati yo'q g'arb Uyg'urlar qandoqmi bera olsin? Bugun Dünya Uyg'ur Qurultayı boshchiligidagi butun Uyg'ur tashkilotlari, xalqarалық organlar, kishilik huquq tashkilotlari, parlament va hukumatlar bas-basda axborot va bayonotlarni e'lon qilib, Tayland hukumatining yuqorqi g'ayri insoniy jinoiy qilmishiga va muhajiratdagi Uyg'ur musofirlar qartib kelgan rezil ziyonkashligini bir kunmi to'xtab qo'ymagan fashist Xitoy hokimiyatiga bo'lgan qattiq noroziligini ifoda qilayotgan, buningga qarshi har qaysi ellarda namoyishlar o'tkazilayotgan bir paytda Xitoy hukumatining Taylanddan qaytarilgan Uyg'urlar haqida bergan xabarlari ve bu haqda e'lon qilgan ko'rinishlari siyosiy ko'zatkichlarning kallasida turli savollarni paydo qilmoqda. Xitoy hokimiyatining asosli zuvoni hisoblangan Xinhua axborot agentligi, Xitoy markaziy televiziya stansiyasi qatorliq nopozliq matbuotlarda berilgan xabarlarda va Xitoyning Taylanddagi elchixonasining tor betida e'lon qilingan axborotlarda Taylanddan qaytarilgan Uyg'urlarga burunqidek siyosiy qalpoq kiydirilmadi. Faqatla qonunsiz holda chegaradan o'tgan Xitoy fuqarolarining qaytarib kelinganligi, bu kishilarning oilasiga qaytarilib normal turmush kechirishiga kafolat qilinganligi ta'kidlandi. 2月27号，40名中国籍偷渡人员从泰国被遣返回国。此次遣返依据中泰两国法律、国际法和国际惯例进行，是双方依法合作打击偷渡等跨境违法犯罪，切实保护中国公民合法权益的具体举措。Shundaqla Taylanddan qaytarilgan Uyg'urlarning yemek-ichmaklar bilan qizg'in kutib olinganligi ve ularning ba'zilarining urug' tuqqanlari bilan azodi suhbat o'tkazib o'tirganligiga doir ko'rinishlar tarqatildi. Ammo Xitoy hukumati 2015-yili 109 Uyg'ur Taylanddan Xitoyga qaytarilganda bergan xabarida jihad qatnash uchun chegaradan qochgan bir turkum terrorist vatanimizga qaytarib kelindi deb xabar bergan edi. Siyosiy ko'zatkichlarning qarashicha, Xitoy hukumatining bu qatam Taylanddan qaytarilgan Uyg'urlarga siyosiy qalpoq kiydirmaganligi va ularni qizg'in kutib olgandek bir manzarni yaratishga tirishayotganligi mahiyatda keyingi mezgillardan buyon xalqaro jamoatchilikning Taylanddagi Uyg'urlarning taqdir masalasi ko'rsatib kelgan yuksak darajadagi diqqatining va inkaslarining bevosita mas'uli bo'lib, Xitoy hukumati bu orqali xalqaro jamoatchilikni vaqtli xotirjam qilishni va muhajiratdagi Uyg'ur jamoatining noroziligini pasaytishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun Taylanddan qaytarilgan Uyg'urlarning oqibatini izchil ta'qib qilib turish va bu jihatda Xitoy hokimiyatidan har vaqt hisob so'rab turish to'liq zarur. Dünya Uyg'ur Qurultayı bugun e'lon qilgan bayonotida xalqaro jamoatchilikni Taylanddan Xitoy qaytarilgan Uyg'urlarning oqibatini surishtirishga chaqirgan edi.
Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduk. Kelər qıtımlıq sanımızgacha ko'rishgich aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.